Evet. Hop, bu bizani 5-ci məruzamız, yəni layihəni başqarış cərəyanları. Özü layihə qanday başqarılır haqqında bizə sizlər bilan ötən paramızda layihə menecerinin rolu, layihə zamanəvi layihə menecerinə qoyulğan tələblər, keyin ənənəvi layihə menecerinə qoyulğan tələblərini görüb çıxarıq. Yadlarınızdadır? Hop, şulardan gəlib çıxan halətdə mövzularımızı asta-asta davam etdirəmiz. Layihənin başqarış cərəyanları, layihəni başqarış və əsasi layihə menecerinin rolu buladı. Şunun üçün ən əvvəla layihə meneceri haqqı deyən düşüncəyə bizə ega olub aldıq hesabına ötən dərslərimizdə. İndi öz layihəni başqarış navı deyən suala cavab alalım sizlə bilan. Hop, layihə başqarıbı resurslar, vaxt və məbləğlərini aqlana başqarış arqalı belgilənən məqsədlərə erişiş cərəyanı hesablanadı. Doğru ki, əldindən bizə resurslarını belgiləyimiz, vaxtını belgiləyimiz və məbləğlanan, aqlanan başqarğan halətdə bizə əldimizdə qoyğan məqsədə erişişimiz bu layihəni başqarı cərəyanı hesablanadı. Bu adətdə başlaş, recələşdiriş, əməlgə aşırış, nəzarət qilish və yekunlaş basqıçlarından ibarət buladı. Rastdan ku, başta başlayımız, doğrumu? Bu planning basqıçı buladı. Recələşdirəmiz, doğrumu? Ki əməlgə aşırış, bu əməlgə aşırış bizəni kod yazışımız, doğrumu? Backend, frontend kodlan, yəni initiating deyiləmi? Hop, şu cərəyan keyin indi nəzarət qilish. Hər bir cərəyan nəzarət qılınmasa, ondan nəticə bulmaydı, doğrumu? Keyin axırda bizə də yekunlaş basqıçı. Yekunlaş basqıçı bu serverə yükləyiş, ya bo'lmasam beta versiyasını işlətib duruş, doğrumu? Şu nərsələrini aytsaq boladı. BD'yə başlanğıc basqıç bilən cəma başqarığı əlaqədə yaratılış haqqında məlumatla bərab ötülgən. Hop, layihənin başlaş cərəyanı, yəni initiating. Aha, hop. Bunun özünün məqsədi var. Layihə qayəsini anıqlaşımız gerek bizə bu cərəyanda. Birinci əməliyyatda bizə sizlə bilən layihə qayəsini anıqlab aldıq, doğrumu? Əsaslaş və dəstləbki çəgərələrini bilgiləşimiz gerek. Tələblərini qoyduqmu ama bu tələblər bizənin çəgərəmiz hesablanады. Bizə şu çəgərədən çıxmagan halətdə tələblərimizni şəkilləndirişimiz gerek boladı. İndi bunun əsasi vəzifələri var. Yəni layihə qayəsini anıqlaşımız gerek. Bu ən əsasi müəmmalardan biri hesablanadı. Layihə qayəsini yaxşı anıqlaşımız, ən dalcəlb olan məzunlarını tənləşimiz bu bizəni proyektimizni gələcəki yaxşılığından dəlalət verədi. Həm bazarın əldə proyektlərindən biri boladı. Xo'p, qanday muammo yoki imkoniyat mavjudligini ko'rsatish. Biznes case'da sizlar bilan muammo bilan uni nishat yetish kerakligini ko'rib chiqdik. Yodlaringіздami? Endi dastlabki maqsadlarni belgilash. Xo'p, dastlabki maqsadlar bu loyiha yakunida qanday natija olinishi haqida bo'ladi. Aldilaringizda misol uchun hayotdan bir maqsad qo'yasizlar, o'sha maqsadga erishganlaringiz bu sizlarni o'zlaringizni shu g'oyalaringizni amalga oshirgani hisoblanadi, to'g'rimi? Buni loyihaga bog'lasak, loyiha yakunida qanday natija olinishi desak ham bo'ladi. Xo'p, bu yerda asoslash, ya'ni loyiha nima uchun zarur? Rostdanku kerakmas loyiha, yo bo'lmasam ishlab chiqilgan loyihani qayta-qayta ishlaganda hech kimga foyda yo'q. Zarurligini topib, qandaydir muammoni hal etishini topib turib, keyin proyekt ishlab chiqqanimiz bu maqsadga muvofiq hisoblanadi. Qanday foyda keltiradi? Foydasi bormi o'zi proyektni jamiyatami yo bo'lmasam navg'a xullas o'zini proyektlarni ham o'zini yo'li borku, misol uchun meditsina bor, to'g'rimi? IT bank sohasi bor, yana ham shunga o'xshash har xil sohalar bor. Xo'p, shular uchun chiqib o'tiribdi, foyda berib turibmi? Keyin manfaatdor tomonlarni, ya'ni stakeholderlarni aniqlashimiz kerak. Eng avvalo manfaatdor tomonlarni aniqlab olib, ular bilan hujjatlarni tuzib, keyin ishlashimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bu yerda endi vizual usullari bor. Ya'ni, namuna loyihani boshqarish jarayoni.
Bu business case, biznes asoslash hujjati. Sizlar bilan buni tuzdik, to'g'rimi? Bu birinchi amaliyot ishimiz bo'ldi bizani. Xo'p, SWOT tahlil, ya'ni SWOT tahlilini o'tgan parada o'tib berdim o'xshaydi sizlarga, to'g'rimi? PERT diagrammalari bilan birga. O'tmagan bo'lsam, bundan keyingi parada agar adashmasam. Xo'p, SWOT tahlil bu kuchli, zaif tomonlari, imkoniyatlari va proyektni xavflari haqida gaplaydi. Keyin bizada stakeholder analysis bor. Bu manfaatdor tomonlarni tahlil qilish. Xo'p, manfaatdor tomonlarni tahlil etib, ular bilan murosaga kelgan holatda talablarimizni shakllantirib, keyingina proyektni ishlab chiqishimiz kerak bo'ladi. Bizani dokumentatsiyamiz necha qilm yaxshi bo'lishini qarab, yo bo'lmasam bizani talablarimizni necha qilm aniqligidan kelib chiqqan holatda bizani proyektimiz ham muvaffaqiyatli bo'ladi. Oldindan talablar qat'iy va aniq qo'yilgan bo'lsa, proyektda umuman qiyinchilik yuzaga kelmaydi. Xo'p, endi natijasida loyihani boshlashda, ya'ni project charter loyiha ustavi tayyorlanadi. Bu loyiha ustavi bu TZ degan narsa bo'ladi. TZ bu texnический задание, buni ham yozishni o'rgataman sizlarga. O'zi texnический задание qachon yoziladi? Bu proyektimizni pasporti hisoblanadi. E, Ya'ni bundan manfaatdor tomonlar bizani proyektimizdagi bo'ladigan hamma narsani dokumentatsiyasini shu dokumentatsiyasi, ya'ni talablarimiz ham uning ichida bo'ladi. Kim dizyator, kim uni zakazchik, xo'p necha qilim mablag' ketdi, qancha muddatda tugaydi, proyektimizning ichida necha pejlari bor, uni prototiplarni chizib yursak, va shu prototiplar ham har qaysi bo'limi skrinshot atilib, teyini izohlari bilan yozilib, keyin ma'lumotlar bazasi, qaysi ma'lumotlar bazasidan foydalanib turibsizlar? Ma'lumotlar bazasindagi oknolaringiz bor, nalaringiz bor-ku, jadvallaringiz. O'sha jadvallaringiz qaysi biri bilan chap bog'lanib turibdi? Shu haqidagi ma'lumot beradi, dokument hisoblanadi. Texnik zadaniyani sizlar ham yozasizlar. Boshda bir tushunchalarga ega bo'lib olinglar, keyingi amaliyotlarda tahlilimiz, lekin o'zi eng boshdan u tuziladi. Proyekt ishlab boshlandi. Albatta, g'oyasi shakllanadi, g'oyadan keyin prototip shakllanadi, prototipdan keyin TZ, ya'ni texnический задание shakllanishi kerak bo'ladi. Shu uchisi qanday proyekt ishlashimizdan qat'iy nazar eng boshda qilinadigan ishlar hisoblanadi. Xo'p, loyihani rejalashtirish jarayoni, ya'ni buni maqsadi bor. Loyihani amalga oshirish uchun batafsil reja tuzishimiz kerak bo'ladi, to'g'rimi? Rejamiz necha qilim puxta bo'lsa, proyektimiz ham shuncha qilim puxta bo'ladi. Bundan asosiy vazifalar bor. Maqsadlarni aniqlash, ya'ni SMART tamoyili asosida. SMART tamoyil bu o'tgan parada ham gaplashdik sizlar bilan, manimcha bu bo'yicha. Specific, ya'ni aniq bo'lishi kerak. Measurable, ya'ni o'lchanadigan bo'lishi kerak. Achievable, erishiladigan bo'lishi kerak. Relevant, muvofiq bo'lishi kerak. Ya'ni kompaniya yoki korxonani ehtiyojini qondirib bilib turibmi? Muvofiqligi shunda bo'ladi. Xo'p, time bound, ya'ni o'lchanadigan bo'lishi kerak. Biza har bir qanday proyekt ishlashimizdan qat'iy nazar bu smart tamoyilni ishlatmasak bo'lmaydi. Smart tamoyil haqida darsimiz davomida hali ko'p gaplashamiz sizlar bilan. Xo'p, endi resurslarni rejalashtirish, ya'ni odamlar, texnika va dasturiy vositalar. Proyektimizga kerak bo'ladigan koderlar, testirovchiklar, dizaynerlar hammasi. Xo'p, texnika, ya'ni dasturlash tillari yo bo'lmasam server, shunga o'xshagan narsalar, dasturiy vositalar, bular ham shu. Vaqtni rejalashtirish, ya'ni ishlarni bosqichma-bosqich taqsimlashimiz kerak. Bu ishlarni bosqichma-bosqich taqsimlash uchun biz sizlar bilan Gantt, PERT diagrammalarini chizamiz. Shunda tushunasizlar. Gantt diagrammasi nima uchun kerak, o'zi loyihada vaqtni rejalashtirish nima kerak, hammasini bilib olasizlar. Endi byudjetni rejalashtirish, ya'ni xarajatlarni hisoblashimiz kerak. Byudjetimiz ortiqcha sarf xarajatlarsiz iloji boricha shu oldindan kelishilgan summadan dim ko'p oshib ketmagan, ya'ni shundan 1-2 million ko'p, iloji bo'lsa shu 10 milliondan oshmasligi kerakdan, bozor narxi o'zgarganini hisobidan o'zi shakllanadi bu narsa. Xo'p, endi vositalar va texnologiyalar, ya'ni loyihani boshqarishimiz uchun bizga necha vositalar kerak?
Конечно, birinci oçertda bizlere Gantt diagramması gerek doğru. Hop, Gantt diagramması ne bu? İşlerini vakt boyunca taksimat hesaplanады. Mesela taksimimiz vakt boyunca bize cedvel çizamiz. Excel'da PowerPoint'da özü Gantt diagramda yeri buladı. Yeşil yerine basacağız. Şuradan Gantt diagramda yazsazlar çıkarıp beradi özünün şablonu bağımını. Gantt diagrammasında bize işlerini ketme-ket yapamasan paralel ravişte alıp barılganını görsek boladı. Bize de indi PERT texnikası var. Bu PERT texnikası vaktini bahalaş ve risklarını hesaplaş için gerek boladı. PERT texnikası köpünçe loyihamızı tüketiş için en optimal yolunu tapış boyunca işledi desem boladı. Bunun özünün formulası var. T denk. O plus 4M plus P taksim 6 boladı. Bedeki O optimistik vakt, M ehtimallı vakt, P ise pessimistik vakt hesaplanады. Yani e, yani optimistik vakta koşamız 4 tane ehtimallı vaktını koşamız. Mana pessimistik vaktdan hemmesini 6'ga bölemiz. Bu bizlere per texnikamızda vaktni hesaplaş için gerek boladan formulamız hesaplanadı. Keyin bize de work breakdown structure degan tushuncha bor. Bu loyihani kichik qismlara bo'lish, ya'ni sprintlara bo'lish desak ham bo'ladi, yo bo'lmasam kichik modullara bo'lish desak ham bo'ladi. Keyin bizada critical path method bor. Bu CPM, ya'ni eng muhim ishlar ketma-ketligini aniqlash. Bu ya'ni work breakdown structure ham critical path methodni ham keyingi leksiyalarimizda hali to'liqroq etib tushuntirib beraman. Shu ham to'rtisidan biza foydalangan holatda loyihamizni reja hujjatlari, ya'ni project planni tayyorlasak bo'ladi. Endi bu o'zi kichkinaroq mavzu edi. Bu bo'yicha savollaringiz bormi? Keyin hozir kattaroq mavzu o'taman. Mikrofonlaringizni ochib Yok bering. da yok damla tushunarli o'tirdi. Esa o'zi qarang, 8 minut qoldi. Zoom'ni ilanandan boshidan ochib yangi mavzuni tushuntirib boshlayman, yaxshimi? Yaxshi damla. Mhm. Yaxshi.